Assalomu alaykum qadrdon yurtdoshlar. Ramazon oylarida mana yaxshi ibodatlarni qilyapmiz nasib bo'lsa. Shu sizlarda ham telefonlaringizda Xitoy hamma joyda bosib oldi degan gaplar bo'lyapti. Telefonda murojaat qilib chiqadi. Toshkentda o joyda egallabdi, qaysi bozorda egallabdi, qaysi joyda egallabdi. Bir qo'rqitadigan, xavotirga soladigan ma'lumotlar. Endi baribir O'zbekiston xalqimiz hammamiz bitta komanda va bir ta'sir qiladi. Shu bunga munosabat qilmoqchiman-da. Qonunchilar bor-ku, qonun chiqaradiganlar, deputatlar. Bizlarda qonunchimiz, deputatimiz kimligini ham bilmaymiz, tanimaymiz ham, bir ko'rsatmaydi ham o'zini, maylis ham qanishmayman. Ha shu hozir ham telefonda aytayapti-ku, anaqa murojaatlarni shunga o'xshab mana aytmoqchiman. Bu O'zbekistonda qonunlarni bir to'g'rilab, bir yaxshi qonunlar chiqarib qo'yish kerakmi deb o'ylayman-da. Bizlar faqat chet eldan Rossiyaga borganmiz. Unga ham bir 15 yildan oshdi men borganimga ham. Mana Rossiyada qonunlarida mana ishlasam juda ko'p dokumentlar qilib qo'yadi. Mamlakatiga to'g'ri keladigan dokumentlar, pul tushadigan, xavfsizligini to'g'rilaydigan dokumentlar. Shunday bizlarda ham qonunlarda shunaqangi bir dokumentlar qilib qo'yish kerak-da. Shu masalan chet ellik Xitoylik kelib olsa ham masalan O'zbekistonda bir qanaydir cheklovlar qo'yish kerak. Bir qonunchilar biladi-ku. Shunaqalarni qilish kerak. Mana men bir videosini ko'rib qoldim. Eronda adashmasam o'zbeklar, Eronda yashaydigan o'zbek shu o'zining nomiga mashina olib bo'lmaydi degandek bo'ladi agar adashmayotgan bo'lsam. Chunki shu ular shu faqat Eronliklarga moslashtirib qo'ygan bu qonunlarini. Shunday masalan O'zbekistonda ham qonunlarni moslashtirib qo'yish kerak. Mana Dubaydagini eshitgandim. Dubayda ishxona ochsa, chet ellik korxona, Dubaylikni yaxshi katta oylik berish shart. Dubayda ishdan bo'shata olmaydigan qoidalar qo'ygan. Yana qanaqa qoidalarni qo'ygan. Bizlarda ham shu o'zining nomiga ola olmaydigan qilib qo'yibman yo bir shunga o'xshagan yuklamalarda qo'yib qo'yish kerak-da. Ular bizlarga mos keladigan, davlatimizga ham mos keladigan, xalqimizga ham mos keladigan nimalarda yuklamalarda qo'yib bir shunaqangi qilish kerak-da. Shularni mana qonunchilar qonunlarni chiqaringizlar bir yaxshilab moslashtirib. Hamma narsaga prezident aralashib o'tiraman, prezident boshqa katta ishlarni qilsin. Prezidentdan argimiz yo'q. Mana masalan to'g'risini aytsam, mana gap kelib qoldi. Islom Karimov vafot etganda qo'rqdim to'g'risida. Bu Shavkat Miromonovich shunday mahkam olib boraladimi bizlarni mamlakatimizni boshchiligini dedim. Ya mana olib boryapti, Xudoga shukr. Ko'chalar asfalt bo'ldi, eng zarur narsalar. Svet o'chmaydigan bo'ldi qishloq joylarda ham. Tez yordam mashinalar qatnab turibdi, Xudoga shukr. Yana boshqa yaxshi qancha narsalar bor. Buyog'i bo'lyapti. Shu mana qonunchilarga men shu chet elliklarda, ayniqsa Xitoyliklar kelsa, shularga bir moslashtirgan, bizlarga odamlarimizga to'g'ri keladigan, xalqimizga to'g'ri keladigan narsalarni qonunlar chiqarish kerak-da. Bitta gap bor-da, mana oddiy xalqqa o'zimizga aytiladi-ku, masalan, xafa qilishga bir marta qo'ysangiz, shunga teng bo'lamanmi desangiz, u ikkinchi marta xafa qilishga yo'l qo'ygan bo'lasiz deyiladi. U mana nima deb turib, yana bir kuni bir so'kadi, yana bir kuni bir dilxiralik qilishi mumkin. Bularga ham shu bironta korxonalar kelib bizlarni ma'qul kelmaydigan joylardan ish qiladigan bo'lsa, shu to'g'ri qilmaydigan qilib qo'yish kerak. Ularga ketin, ya bo'lmaykan deyish kerak. Indamasak, ertaga yana bittasi kelaveradi shunaqa qilib. Shunday bir qonunlarni mukammal qilish kerak-da. Mana poraxo'rlikni yo'q qiladigan qarorni chiqarish kerak. Xitoylar, yaponlarga o'xshab mana shu o'lim jazosimi yoki bir qamoqmi shunaqa qilib boyagi mahkam ishlaydi keyin rahbarlar mana shunaqangi. Ular aslida rahbarlar bilan ishlaydi-ku chet eldan kelgan korxonalar, biznesmenlar. Ularga ozroq porani berib yorsa, bir narsa qilsa, menimcha shu qo'lni qo'yib yoradi, shu o'ziga ma'qulni, xalqqa ma'qul kelmaydigan qarorlarni. Shularga shunday bir mahkam qoidalar chiqarib qo'ysin, shu qo'rqsin kerak bo'lsa, mana shu Xudo bergan lavozimni oqlasin. Shu mana mashinada yuribdi, yaxshi hamma hurmat qiladigan joyda ishlayapti. Shunga bu xalqimizga xizmat qiladigan qarorlarni chiqartirsin.
Shunga shu mana qonunchilarga aytmoqchiman, mana Oliy Majlis deymiz-ku, qonunchilarga. Oliy Majlisda ishlaydiganlarga. Shu chet elliklarda shu ishlaydigan kelsa, shu bizlarning xalqimizga mos keladigan darajada ishlasin. Ularda o'ziga ham mos kelsin mayli, lekin asosan bizlarga mos keladigandi. O'zbekiston bir zo'r joy, 4 ta iqlimi bor joy. Qishi, yozi, kuzi, bahori mazza qilib ishlaydigan joy. Xalqlarimiz ishga zor ishlaydigan, chet elda ko'p ishlaydiganlarimiz bor. Shunga endi lekin shunday nima qilsin-ku, oyoqlarini baylab chipillatib qo'yish kerak-ku, bizlarga bir mos darajada biznes yuritsin. Ana shu. Shuning uchun mana qonunchilar shunaqangi bir zo'r qonunlar o'ylab topinglar. Agar topolmayotgan bo'lsangiz bo'shatinglar, boshqa biladiganlar ishlasin joylaringga. Bu to'g'risida nonni halollab yeyish kerak deydi-ku. Halollab yenglar. Mana foriydi. Bolalaringga ham gapni oladigan bo'ladi, bir hamma tomondan yaxshi bo'ladi. Gap to'g'risida noto'g'ri ish qilsanglar, ertaga shu topgan pullaring yaxshilikka bormaydi, jo'ralar. Qonunchilarga aytayapman, opalarga ham masalan. Ana shu zo'r qonunlarni topish kerak. Mana shu kelgan chet elliklar ham Xitoylik bilan boshqasi keladi, shu O'zbekistonga mos keladigan qonunlar bo'lsin. Keyin mana shu qo'l qo'yadigan ana shu rahbarlarga shunday qilgan nima qilish kerak? Noto'g'ri qo'l qo'yib qo'ysa, javob bersin, sud qilsin, dag'in javob bersin. Bittasini qonunda deb turib, bu yerda boshqa xalq azor chekmasin. Mana bolalarimiz bor, yosh bolalarimiz bor, kattarib kelyapti. Ularni erta kelajak kechirmaydi. Ota-onalarimiz ham toza bir bo'sh bo'lgan ekanda deb bizlarni qarg'amasa, yana shunaqangi ham qiladimi deb turib. Haqiqatan qarg'aydi ham kerak, biz norozi bo'ladi. Erkaklar, jo'ralar, faqat oilada boshchilik emas, davlatga ham salpal mana shunaqa bildirishimizni qilishimiz kerak-da. Indamay o'tirsak bo'lmayapti. Hozir gapirmasak, erta kech bo'lishi mumkin. Kech bo'lgandan keyin gapirish nima foydasi bor? Kech bo'lmasdan oldin gapiraylik. Qonunlarda zo'r, mustahkam qonunlar chiqarib qo'yaylik. Bo'ldi endi shu Xudoga shukr, mana bug'doy keladi, nonimiz bor, boshqa tomonlarimiz bor. Shu xullas chet eldan kelgan korxonada biznesmenlarni yomon demaymiz, lekin ular shu bizlarga mos darajada ishlab bersin. Mana shunday chiqqan talabdorimiz. Hozircha shu noto'g'ri gapirmadim deb o'ylayman. Chunki kelajakda o'ylab gapiryapman. Oqshom bilan uyqum qochib chiqdi. Bu haqiqatan shunaqa, Toshkentga bormaganimga ancha bo'ldi. Bizlar borsak ham boramiz, kelamiz-ku, bilmaymiz. Ularga yurgan, haliga ishi tushgan odamlar bilan kim qayerda egallayotganliklarini. Samarqandga ham borsak, kelsak, bizlar ham bilmaymiz. Haqiqatan ishi tushib qolsa, haqiqatan Xitoylik egallabdi deyishayotgan. Keyin erta o'zimizni joyimizga o'zimiz kirolmay, o'zimiz gapirolmay o'tirmaylik. Keyin uyat bo'ladi, jo'ralar, og'aynilar, do'stlar, hamyurtlar. Hammamiz bitta komanda, shu qonunlarimiz hammamizga mos kelish kerak. Hammamiz shu vatanga maza qilib yashashimiz kerak. Shuda birlashaylik. Yaxshi fikrlarni qilib qonunchilarga aytaylik, agar uchrashuvlar qilsin, qonunlarda masalan qilolmayotgan bo'lsa, yozib beramiz. Bir tayyorgarlik ko'rsak, 1 oy, 2 oy aqqol zakonni qonun chiqarib beramiz, zo'r qonunlarni. Endi hozir bilmayotgan bo'lsak ham tayyorgarlik qilsa, bo'lmasa bizlarga ayting, yaxshi qonun chiqarib beraylik. Tayyorgarlik ko'rsak, alqol qonun chiqarish qo'ldan keladi. Salomat bo'lingizlar. Bo'sh kelmaylik. Chet elliklar kelsa ishlasin, faqat bizlarga mos darajada korxona qilib, bizlarning manfaatlarimizga mos keladigan korxonalar qilishsin. Ayniqsa Xitoyliklarga desak, haqiqatan ular chataq amajida egallab qo'ysa, ketin mazza qilmay qoladi. Unga boy mamlakatlar bilan ishlash oson emas, haqiqatan ularga ham nima qilish kerak, shunday bir ko'ngliga qarab, shunday nima qilsin, rahbarlar ham ketin, xalqimiz qo'ymaydi, og'aynilar, sizlar so'raverasizlar, xalqimizga chataq, bitta xalqimiz norozilik bildirib chiqsa nima qilamiz bizlar deb turib, ularni ham og'ziga uradi-da, indamay tursak, xalqing indamayapti deydi. Qo'y, mana $1 million odamni qo'l qo'ydi deydi. Masalanda, men shunchada o'ylayapman men. Ana shu keyin boyagilar ham mana xalq indamayapti deydi, qilaveradi. Xalqimiz ham so'rab turaylik. Eng katta rahmat e'tiboringiz uchun.